Qayerga ketdi ekan? Shu atrofga qayergadir yashirib qo'ygandim. Obbo, topolmayapman-ku. Qayerga qo'ydim ekan? Tezroq topmasam bo'lmaydi. O, dahshat klip ekan, bori bo'l, tugamaydi, tugadi bo'ldi. Yaxshi, zo'r mazza bo'ldi. Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan men Joxa va bugun men ko'ryapsizlar, televizor ko'rib o'tirgandim. Bugun video olmasdan televizor ko'rib o'tiribman, faqat mayli nimadir qilarman. Aytgancha pul ishlab oldim, $100 ko'ryapsizlarmi? Bu pulga endi nimadir sotib olishim kerak. Lekin siraz ishlatib olish noto'g'ri qaror. Pul turib tursin, yig'ish kerak pulni. Keyinchalik qanaqadir foydali ishga sarflamasam, bunaqangi doim ishlatib olish yaxshi bo'lmaydi. Yopib qo'yaylik eshikni. Bu yerda yangi qo'shni mashina sotib olgan. Bilmayman qayerdan sotib olganini, lekin qayerdan bo'lsa ham xullas sotib olibdi. Yaxshi bo'lib sotib olgani. Menga berib turadi, so'rasam qayergadir borib kelishga to'g'ri kelib qolsa, siraz qo'shnimdan so'rayman, tamom borib olib kelaveraman. Yaxshi, nimagadir polzimda bitta kamchilik bor. O'sha suvdan bir qismini kimdir olib ketganmi, nimadir bo'lgan bilmasam, mayli. Keyinchalik uni ko'raman, kim olib ketgan bo'lsa, borib so'rayman, olib ketgan odamdan qaytarib olishga harakat qilaman suvni ham qaytarib olaman. Qaranglar, kallani qaranglar zo'rligini. Mayli, hozir esa mana bu yerdagi ekinlarni tezroq hal qilib yuborsam, ekib, keyin esa boshqa ishlarga o'tsam ham bo'ladi. Menimcha boshqa ishim yo'q o'zi. Qanday ishim bo'lishi mumkin boshqa? Faqat uyda o'tirish bo'lishi mumkin yoki bu yerda yangi avtobus kelgan. O'tgan galgi videoda ham menimcha ko'rgan bo'lsanglar kerak. Ko'rmagan bo'lsanglar agar bemalol ko'rib olishinglar mumkin. Bilmayman qaysi kanalimga joylaganimni. Bu yerda chirigan kartoshka bor, buni uzoqroq otib yuborish kerak. Chunki uyimning ichiga solib qo'yadigan bo'lsam, sasib ketishi mumkin. Keyin to'g'ri kelmaydi bu yerda turishim. Bu yerga yer tagiga ko'mib yuboraman. Xo'p, bu yerdan chiqib olamiz birinchi. Endi ichiga siltab olamiz. Endi bu yerni yopib qo'yaman. Mana hech kimga zarar tegmaydi. O'sha yerda qolib ketaman. Bu yerda mana shuna qilib qo'ysam, yo'q, menimcha turaversin mayli hozircha. Keyin olib tashlayman, chunki suv oxirigacha oqmay qolar ekan. Bugun qishloqda nima yangiliklar bor ekan? Mana bu yerdagi polzimni ham yig'ishtirib olish kerak. Ketmonimni olib kelmayapman, mayli. Qo'l bilan ham qilsa bo'ladi. Bu bug'doy axir. Bug'doyni shunchaki olsak ham bo'ladi. Agar sabzi yoki kartoshka bo'lsa, yerni tagidan qazib olinadigan narsa. O'shanga ketmon kerak bo'lar edi. Xo'p, bo'ldi. Ana endi yana uyga ketish kerak. Hammasini qilib bo'ldim. Qilib bo'ldim. Eshik qayerda edi? Eshik mana bu yerda ekan, bo'ldi. Nahotki eshikni topa olmasam, shunchalik loq bo'lib ketyapman kundan kunga. Mayli. Unaqa o'zimni yomonlashim ham noto'g'ri fikr, lekin yomonlamasligim kerak. Televizorda yana nimadirlar ko'rishim kerak axir, lekin nima ko'rishni ham bilmayapman. Eshik taqilyaptimi, nima bo'lyapti? Eshik taqilyapti shekilli, qaysidir jetel chaqiryaptimi meni? "Voy, Jo'xa, qaravor. Qalaysan, jetel, yaxshimisan?" Rahmat, janob mer bizga ish buyurdi." Qanaqa ish? O'rmonga borib daraxt olib kelar ekanmiz. Tushunali. Mayli, borib kelamiz. Yur, ortimda mana shu tomondan borib olib kelsak kerak menimcha, o'rmonning ichidan. Yaxshi daraxtlar bor ekan. Yo'q, nimaga uncha uzoqqa borishimiz kerak? Aytganini qil, janob mer aytdi. Mana bu toporni ol. Oho, olmosligi qayerdan olding? Janob mer berdi. Yo'q, shunaqa. Janob mer qayerdan olibdi ekan? Bilmadim, katta xolasi bergandir-da. Men qayerdan bilaman? Bilish kerak, lekin bilmaganing yomon narsa. Yomon narsa. Sening nazingda hamma narsa yomon narsa-ya. Yo'q, unchalik emas. Qayerdan chopamiz? Shu atrofdan qayerdandir chopamizmi? Mana shularni chopib qo'yaylik, farqi yo'qmi? Farqi yo'q, bo'laveradi shu yerdan chopsang ham. Tak, yaxshi. Mana bu tomondagilarni ham chopib beraman unda. Chopaver, bemalol. Sen ham daraxt olyapsanmi? Men mana bu qora daraxtlardan olayotgandim, lekin qora daraxtlar menimcha janob mer aytgan daraxtlar qatoriga kirmaydi. Ya'ni bu daraxtda hech narsa qurib bo'lmaydi. Nima qilmoqchisan? Bu yerda xarita bor ekan. Bu qanaqa xarita? Xazinani xaritasi shekilli. To'xta, meni bobomning imzosimi? Bobongning imzosi? Bobomning imzosi. To'xta, meni bobom yashirgan xazinani topdim. To'xta, qanaqa xazina? U yerda juda ham ko'p pullar bor, ya'ni oltinlar. Oltinlar sotsang juda ham boyib ketardik. Topishga menga yordam ber, 50 bo'lib olamiz. Mayli, topishaman. Qayerni qidirish kerak? Bilmadim, shu atrofni qidirish kerak. Mayli, unda men hozir izlab topaman. Sen borib janob merga ayt, daraxt olib keladi Jo'xa de. Mayli, aytaman. Bo'pti. Qarochi,
Ko'ryapsizlarmi hozir tak birinchi o'rinda xazinani topish kerak, juda ham ko'p qimmat narxdagi boyliklar bor dedi. Hozir birato'la daraxtlarni ham olib ketaman, janob merga olib borib berish uchun zo'r bo'ladi. Agar juda ham ko'p pul bo'lsa, hatto $10,000 pul bo'ladigan bo'lsa, bitta yangi mashina sotib olsam bo'ladi. Yoki boshqa narsa qilsam ham bo'ladi, qanaqadir biznes boshlasam ham bo'ladi. Xullas, boyib ketish dahshat yo'li bo'ladi. Lekin qayerdan topaman qizig'i? Qayerdan bo'lsa ham tezroq topish kerak. Lekin aynan qayerdan topish kerakligini bilmadim. Xaritani ham yaramas JTL o'zi bilan olib ketdi. Lekin ko'rib qoldim, muhimi qayerdaligini eslab qoldim shekilli. Hozir izlab topishga harakat qilaman. Shu yaqin atrofda qayerdadir bo'lishi kerak, chunki xarita shu atrofdan chiqdi. Demak, xazina ham shu yaqin atrofda bo'lishi kerak. Lekin aynan qayerda bo'lishi mumkin? Qayerda? Balki mana shu yerdadir, qanaqadir dog'lar bor ekan. Qonmi bu? Tushunmadim. Qanaqa qon? Kimnidir burni qonaganmi bu yerda? Qanaqadir daraxtni tagiga qanaqadir yer blokni qo'yib ketgan. Balki shu yerdadir, xaritada aynan shu joy. Voy, mana o'sha topdim. Xaritada xuddi mana shu joy belgilangandi. Oho, bu yerni pulini qaranglar. Shuncha pula. Yaxshi. Bularni olib ketishim kerak, lekin mayli, mana shunaqasiga sindirib olaman. Endi esa bularni shaharga olib borib sotib pul qilib kelishim kerak. Xo'p, pul qilib kelish uchun avval shaharga ketish kerak. Shaharga esa qanday borib kelsam bo'ladi? Qayerdadir shu yerda shaharga olib boradigan nahotki qanaqadir taksist bo'lmasa qishlog'imizda piyoda borib kelamanmi shuncha joydan? Yo'q, piyoda borib kelib bo'lmaydi, chunki juda ham qiyin. U qurol ham bor ekan, oltin qurol. Buni o'zi kamida $5-4 turadi. Yaxshi, hozir qo'shnimning mashinasini so'ragandim, berib turaman degandi. Mayli, so'ramasdan haydab ketaveray, chunki hech qanaqangi buzib qo'yish degan narsa bo'lmaydi-ku, to'g'rimi? Xo'sh, mana shaharga ham eson-omon yetib keldim va tillalarni hammasini pulga aylantirib oldim. Hozir sizlarga ko'rsataman hammasini. Juda ham ko'p pulga sotdim, ya'ni hozir ko'rsataman. To'xtanglar, mana shuncha pulga sotdim. Ana o'sha yetelga $50,000 beraman. Keyin esa qolganini o'zimga olib qo'yaman. Ya'ni bilmadim qanchasi qoladi, lekin anchaginasi o'zimga qolib ketadi. Hozir bir amallab qishloqqa qaytib olsam, keyin borib JTL bilan kelishib olaveraman bemalol. Shahar juda ham chiroyli ekan, lekin bu yerda aholilar biroz g'alatroq ekan, ya'ni zombiga o'xshash aholilar yashar ekan. Balki haqiqatdan ham zombilardir. Yaxshi tezroq keta qolay. Mana qishloqqa ham yetib keldim. Qishlog'imizda ham shaderdan foydalanish boshlanibdi. Bu biroz g'alati tuyulyapti, chunki qishloqda shaderdan foydalanish juda g'alati. Voy JTL, nima gap? Keldingmi? Keldim. Menga pullarni ber, davay. Senga hozir mana qarab tur. U yerda oltinlar juda ham kam ekan, o'shanga biroz arzonroqga ketdi. Mana senga $50,000. Nimaga kam ketadi? Axir u yerda ko'p oltin bor edi-ku. Yo'q, ko'p emas ekanda. Mayli, rahmat, boriga shukr, shu yog'ini ham ishlatsam o'zi ko'p bo'lib ketadi. Shunaqa. Yaxshi, ketib yubordi. Ana endi hozir nima edi? Janob merni yoniga borishim kerak, chunki janob mer chaqirtirgandi. Uyimdaligimda telefon shahardaligimda telefon qilgandi, uyimdaligimda deyapmanmi? Qayerda uyimda bo'laman? Janob mer, hoy janob mer. Nima gap? Uydamisiz? Yo'q, uyda emasman. Uyda bo'lsangiz qanday javob beryapsiz? Bu hafta javob bergich. Tushunali, mayli. Nihoyat aniq pul so'raydi, chunki pul olib kelishga ketganimni bilgan. Mayli, pul tashab ketdim. Kerak bo'lsa keyinroq o'sha pulni ishlatadi. Va mana bu mashina ham biroz g'alatiroq turibdi-ku. Mayli, turaversin shundoq. Yo'q, biroz oldinroq haydab qo'yganim ma'qul. Xo'p, tak, normal bo'ldi. Mana shu yerda qol. Bo'ldi mana. Bunga bitta garaj qurish kerak. Qo'shnining mashinasi, lekin bu mashinani men sotib olaman. To'g'rirog'i o'zi qo'shnimga men sotgandim, chunki esinglardan akam armiyadan qaytganda shu mashinani menga tashab ketgandi va bu mashinani men qo'shnimga sotgan edim. Hozir pullarni mana bu yerga yashirib qo'yaman. Meni bu yerda sirli joyim bor. Qo'ynihoy bilishinglar kerak. Xo'p, mana hammasi shu yerda turadi, hech kim ko'rmaydi. Agar JTLlar ko'rsa, janob merga aytib beradi va janob mer mendan ko'proq pul taklif qiladi, ya'ni so'raydi pul. Mayli. Alo, eshitaman. Janob Joha, janob mer yoniga tez keling. Mayli, hozir boraman. Kim bu? Men janob mer yordamchisiman. Bo'pti, mayli, hozir boraman. Tezroq keling, pul olib kelish kerak ekan. Janob mergami? Ha, albatta. Mayli, olib boraman hozir.
Qancha kerak ekana mana shu pullarni aytsam yetib qolsa kerak a. Bilmadim. Xullas hozir boraman. Obbo, hozir o'zi pul tashab keldim u janob merning yoniga, ya'ni uyiga. Bilmayman, balki yana pul kerak deyotgandir. Obbo, nima qiladi buncha pulni? Meni bankrot qilib yuborishi mumkin-ku janob mer axir. Bilmadim. Xo'p, qishloqqa qalaysan? Tegma o'tib ket. Tekkanim yo'q senga. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum. Kech oxiri nima gap? Chaqirtirgan ekansiz. Ha, chaqirtirdim. Tashab ketgan puling juda ham kam ekan. Menga ko'proq pul kerak edi. Qancha pul kerak edi? Anchagina $2000 berib tur. $2000dan ko'proq pulim bor, lekin menda Borini ber mayli, menga ko'proq pul kerak. Men qarzlarim bor, o'sha qarzlarimni uzishim kerak. qarzlaringiz bormi? Mayli, berib turish kerak bo'lsa berib turaman. Faqat tezroq qaytarish sharti bilan. Mayli, berib tur, berib tur. Mayli, bu divanni yangi oldingizmi? Ha, yangi oldim. Kreditga oldim, o'sha kreditni to'lash kerak. Tushunali. Mayli, pulni keyinroq olib kelib beraman sizga. Mayli. Hozir berib bo'lmaydi. Tak bitta mashina zakaz qilishim kerak. Janob mer mashina uchun menimcha pul so'ragan bo'lsa kerak. Tak, zakaz urildi, bo'ldi. Zakaz menimcha yetib kelgan bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum. Va alaykum. Qalaysan Jo'qa, yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Janob mer qanaqadir zakazim bor degandek qildi. Hali kelmadimi? Kelgan bo'lish kerak yoki endi olib kelaman. Pulni berdingmi? Berdim, olmadingizmi? Bo'ldi, oldim. Yaxshi, pulni berdim. Endi qachon olib kelib beradi janob merga, bu hayronman, lekin qachondir olib kelib bersa kerak. Lekin muhimi janob merga men pullarni yetkazib berdim. Endi o'zimda qolgan pullardan foydalanib mashina sotib olamanmi, nimadir qilaman. Tak, videolarni yukladim. Yaxshi, obunachilarim xursand bo'lish kerak. Tak, buyurtma keldi deyapti. Hozir buyurtmani janob mer uyiga yetkazib beraman. Yaxshi, rostdan ham buyurtma kelibdi. Mashinani qandaydan zakaz qilgan ekan janob mer bilmadim. Ya'ni menga zakaz qilishni buyurgandi, lekin qanaqa mashinaligini ko'rinmadi buyurtma qilayotgan vaqtimda. Janob, olib keldingizmi mashinani? Olib keldim. Ola qol. Zdachi ham bor. Zdachi ham bormi? Shunaqa. Bu yerga ismingni yozib ber. Bilaman, har doimgidek imzo qo'yiladi bu yerga va mana tayyor. Buni esa olishingiz mumkin. Idishni ichiga solib ketsang bo'lmaydimi? O'zingiz savoling, qiynashmas u. Bo'pti. Mayli, mana bu zdachini o'zimga olib qolaman. Mayli. Shoshmang. Sizni urmasdan ketolmasdim axir. Yaramas. Janorsin seni. Yo'q, unaqa so'kishlar kerak emas hozir. Bu mashina Yellow Chevrolet Camaro. What the normal mashinaga o'xshayapti. Buni mana shu yerga qo'yaman. Xo'sh, mashinani ko'taryapman, ko'ryapsizlarmi? Qanchalik kuchliman. Chevrolet Cherry bu Camaro degan mashina yo'q-ku bunaqa. Xullas, tayyor, janob mer xursand bo'ladi endi.